Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, 13-iyul uchun mo'ljallangan kun savoli topshiriqlarini video tahlilini birgalikda hozir qilamiz. Xo'p, demak, gx to'rt chiziq berilgan hamda fx kvadrat funksiya berilgan, ya'ni parabola berilgan chizmasi quyidagicha. Va bizdan f'2 ya'ni 2 nuqtadagi x0 barobar 2 nuqtadagi fx funksiyani hosilasi, birinchi tartibli hosilasini qiymatini topish so'ralgan. Xo'p. Buni osonroq usuli quyidagicha. Hozir biz f'2 barobar 2 a x ya'ni 2 plus b deb topsak bo'ladi. Mana shuni qiymatini topishimiz kerak va mana bu nuqtalar orqali a ni qiymatini, b ni qiymatini topib o'rtaga qo'yib qo'yishimiz mumkin, lekin yana ham osonroq usuli bor. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, chizma orqali ko'rinib turibdi, kvadrat funksiya parabola turibdi va unga o'tkazilgan urinma to'g'ri chiziq turibdi. Va bu to'g'ri chiziq x0 barobar 2 nuqtada o'tkazilgan urinma. Mana bu to'g'ri chiziq. Va bu to'g'ri chiziqni burchak koeffitsiyenti k aynan mana shu f'2, f'(x0), x0 bizda 2, shuni qiymatiga teng. Va biz k ni topishimizni o'zi kifoya. K ni qanday topamiz? To'g'ri chiziqqa tegishli bo'lgan ikkita nuqta turibdi. 6-0 va 0-6. Shu nuqtalardan o'tarkan. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, 0 plus b barobar 6 bir marta va bir marta 6k x6 6k plus b barobar 0. Sistemadan k ni topib qo'ysak bo'ladi. B 6 ga teng bo'lsa, demak k ni topsak k minus b taqsim 6 ga, ya'ni minus b taqsim 6 ga, ya'ni minus 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, f'2 mizni qiymati minus 1 ga teng ekan. Ikkinchi masalamiz. Bu tur geometriyasidan olingan. ABCDEF muntazam oltiburchak, hamma tomoni teng va uni katta diagonali FC 12 cm ga teng ekan. Va diagonali shu FC diagonalida yotuvchi bitta K nuqta olinib, Y nuqta bilan tutashtirilgan va YK bilan KS ni uzunligi teng. Bu holda mana bu S, Y, K, DS ni yuzasini topishimiz kerak. Xo'p. Muntazam oltiburchakni tomonini A deydigan bo'lsak, katta diagonali 2A ga teng. Bu 12 ga teng, demak A 6 ga teng ekan. Xo'sh. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, YS ni tutashtirsak kichik diagonali hosil bo'ladi. Bu yerda A ildizosti 3 ga. Mana bu burchak 120 gradus. Bular 30 gradusdan bo'lsa, 30 gradus. Bu ham 30 gradus. FC diagonal tengiga bo'ladi, 60 qolardi va uni yarmi 30 gradus bo'ladi. Bu tengorlikdan bu ham 30 ligiga kelib chiqadi. Va bu umumiy Y 120 edi, bu yoqqa demak 60 gradus qolar ekan. Va mana bu tomoni ham 60, mana bu burchagi ham 60 gradus bo'lib qoladi. Mana bu 120 gradus ekanligidan, demak bu ham A ga teng, mana bular ham A ga tengligi kelib chiqadi. Bizdan so'ralgan YKSD. Bu holatda romb bo'lib qoldi, tomoni A ga teng bo'lgan
Uni yuzi a kvadrat sinus 120 gradus taqsim emas. Shuni o'ziga teng. Bunga teng a bizda bor. A'ni kvadrati 36, sinus 120 gradus, kosinus 30 bo'lib, ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Natijamiz 18 ildiz 3 santimetr kvadrat chiqadi. Uchinchi masalaga o'tamiz. Serimetriyaga oid. Hop, biroz murakkabroq tuyulishi mumkin. Bir nechta qadamlarni qo'shishimiz kerak bu yerda bu masalani yechish uchun. Jismlarni kombinatsiyasi va xoslardan foydalanamiz. Demak, asosi muntazam oltiburchakdan iborat bo'lgan bizda piramida bor. Piramida va piramidani ichiga shar ichik chizilgan. U sharni ichiga eng katta hajmli konus ichki chizilgan. Ana shu konusni hajmini topishimiz kerak. Bizda bor piramidani asosini tomoni 6 ga teng va uni yon-yoqini asos tekisligi bilan tashkil qiladigan burchagi 60 gradusga teng ekan. Xo'p, nima qilamiz? Piramida ichki chizilgan sharning shar bo'lsa, bu quyidagicha joylashgan. Ya'ni mana bu kesim apofema va shu muntazam oltiburchak eng katta diagonali mana bu. Eng katta diagonali apofemasi va unga ichki chizilgan aylanani, mana asosiga ichki chizilgan aylanani radiuslar orasida yotardi. To'g'ri ketyapmiz. Demak, bu shar mana bu yerda joylashgan. Bu yoqda apofema tushirdik ikkita yon-yog'idan va mana bu yerdan a ildiz 3 diagonalini o'tkazdik. A ildiz 3 diagonalimiz bu yerda asosga ichki chizilgan aylanani diametriga ham teng, ya'ni 2r desak. Hop, bu apofemaga teng. Uni ichidagi aylana mana bu sharni kesimi hisoblanadi. Bizga hozir sharni radiusi kerak. Bu piramidani balandligi va ular orasidagi bog'liqlikni topishimiz kerak. Mana bu r sharga teng. R sharga teng. Bu esa mana bu r ni o'ziga teng. R asosida belgilaylik. Asosga ichki chizilgan aylanani radiusiga teng. Aylanani bu r asos bizda bor. R asos a ildiz 3 taqsim 2 ga teng. A bizda bor. Burchak 60 gradus edi va bu mana bu burchak shunda 30 gradus bo'ladi. Mana apofema bilan asosidagi asosiga ichki chizilgan aylanani radiusi o'rtasidagi burchak 60 gradusdir. Xo'p, bu yoqdan r sharni r asosga nisbati bizda tangens 30 gradusga teng bo'ladi va demak sharni radiusi r asos ko'paygan tangens 30 gradusga o'rniga qo'yadigan bo'lsak 3 kelib chiqadi.
o'rniga qo'ysak, r asos a asosi 3 taqsim 2 edi. A 6ga teng. Hop, a taqsim 4 bo'lib, a taqsim 2 qolarkanda keyin 3 chiqargan bizda. Hop, shari radiusi 3 ga teng bo'ldi. Endi nima qilamiz? Hop, endi bu sharga konus ichki chizildi. Eng katta hajmli konus ichki chizildi. Hop, mana buni h konus desak, hop, bu r konusga teng. Mana bu yer taxminan mana shu yerda sharni markazi turibdi desak, mana bu r sharga teng bo'ladi. Hop, unda mana bu masofa nimaga teng? H konusdan mana bu r sharni ayirganimizga teng. Va mana shu uchburchakka nisbatan Pifagor teoremasini qo'llasak, r konusni kvadrati shar radiusini kvadrati ayrilgan h konusning konus minus r sharni kvadrati. Buni ham topadigan bo'lsak, hop, plus ikkita ko'paygan r shar minus h konusi kvadrat, ya'ni a kvadrat minus b kvadratni yozishda, ya'ni a minus b ko'paygan a plus b ga qo'ysak xuddi shu kelib chiqarkan. Va bizda teng ekan, o'rniga qo'ysak konus r sharimiz bizda 3 ga teng minus h konusni kvadrati, ya'ni 6h konus minus h konusni kvadrati. Bizda konusi hajmi nimaga teng edi? Pi r kvadrat ko'paygan h taqsim 3 ga. R kvadrat o'rniga mana bu ifodani qo'yib yuborishimiz mumkin. Pi ko'paygan 6 kani ham ko'paytirib, h ham ko'paytirib yuboraylik. H kani kvadrati minus h kani kubi taqsim 3 bo'ladi. Bundan hosil olsak, eng katta hajmni topish uchun hosiloli maksimum qiymatini topishimiz kerak buni. Pi ko'paygan, hop, 12h k minus 3h konus kvadrat taqsim 3. Buni 0 ga tenglasak, h bir marta 0 chiqadi. H'imiz yana 4 ga teng qiymatni qabul qiladi. Xo'p, oraliqda ko'radigan bo'lsak, 0 uni minimumi bo'lib qoladi. Bu maksimum qiymati bo'ladi. Bizga maksimumi kerak. Demak, sharga ichki chizilgan eng katta konusi balandligi 4 ga teng ekan. Demak, radiusi u holda 6 ko'paygan 4 minus 16 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 24 minus 16 bo'ladimi? Hozir qayerda adashib ketdim. To'g'ri. Ilzosida 8 chiqadi. Kvadratga oshirganimizda keyin butun chiqadi, to'g'ri. Demak, konusi hajmi pi ko'paygan r kvadrat 8 h 4 ga teng taqsim 3 ga. Pini 3 deb olib keting deyilgan masala shartida, shuning uchun 3 qisqarib ketadi va natijamiz 32 ga teng chiqadi. Hop, iloji boricha tushuntirib berishga harakat qildim. O'zinglar ham yana qayta ishlab ko'rishga harakat qilinglar.
Buni birinchi jismlarni kombinatsiyasi qay holatda ketganini tushunib tasavvur qilib olish kerak birinchi o'rinda. Ana undan keyin mana bu hosiloli maksimalni topishga o'tsa bo'ladi. Biroz murakkabroq savol, to'g'ri. Ko'proq ish talab qiladi, lekin milliy sertifikat savollarida judayam ko'p uchraydi. Aynan shunaqa eng katta hajmli, eng kichik hajmli, ichki chizilgan, tashqi chizilgan masalalar. Albatta, buni qayta ko'ringlar, savolinglar bo'lsa, albatta adminga yozinglar yoki izohda qoldiringlar, javob beramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.